2024-yil ishlab chiqarilgan Chang'an Nevo Q05 avtomobili. Mashina eng full paysada, mashinaning holati ideal, kraskalari top-toza, diska balonlargacha, zo'r holatda, taponlargacha. Xo'p, so'ngsilashtirib urib qo'yishgan. Bitta dona mana radarni yechib olaman dedilar. Qolgan narsasi hech narsa ham yo'q. Menimcha, unaqa yechib oladigan qolgan narsalar turar ekan. 360 Vesuchoy do'stlarigacha, mashina full paysada, hamma narsasigacha bor. 40 ming kilometr masofani bosib o'tgan ekan. Mana 1.5 litrlik turbinovator bilan jihozlangan bu mashina. Drive notlargacha komplektatsiyasi haqiqatan juda ham zo'r, elektr paket stenalari, ham stenasining figuralari, stenalari hamma yog'i zo'r, orqalari ham kengini, shturkalarigacha bor, panoramali. Bez panoramasini o'zini 19 ming, shunaqa 19,5 ming atrofida turadi. Yengisi buni shu nima bo'ladi, panoramaligi, shu fulli 23,5-24 ming atrofida sotilib o'tgan ekan. Hozirgi paytda bu mashinalar shunaqa tinnuv holatda turgan mashina. Trasslarni top-toza olib maza qilib haydashingiz uchun mashinasiga 18,950 ga beraveramiz.